İşligimmi yo'q. Cho'nglar qiz bolaga o'qimasimi bo'ldi deb o'qishimni to'xtatib qo'ydi. Men ularni menga mangu hamroh bo'lamdiki debdimi? Ular bir-birlab ketib qoldi. Ondan uya-buyalarda ishlab jinimni vaqtim. Hatta uy xizmatchisi bo'ldim. Lekin o uydagi erlar meni oromimga qo'ymadi. Yaxshiroq yerda ishlay desam, uning sabiyim yetmadi. Shunga men shu klubda ishlagan. Endi hozir bolni og'iz o'tgandan keyin uyda ishlayolmayman. Uyimning ijorasini to'shib ketdi. Meni orasida boshqa molim yo'q. Lekin siz meni xato o'ylab qolmang. Men bor. Necha pul lazım? 10 ming yetib qolamdiki. Şiirimin koyu etip koydu. Daha yetmeye kalsa ben yine etip yerim. İşte hazır iş tutup duram. Eleyverdim size. İşler tükendikçe yaşarak aramayayım. Benim azırak işim battı. Vaktim bireye berip kaptı. Hasta aparıp koy. He? Kopay. Oturun. Çay içemsiz? Ya buldum. Rahmet. Siz bu yerda o'zingiz yolg'iz turishdan qo'rqmabsiz? Qo'rqma. Kunda kechdi bu yerda voronchiroq tugmaydi.
Öyle geçişini oylashmoqmidingiz mi? O'ylashmamdigan. Lekin bu yerning ijarasi pek azan. Emsa manda qilayli. Siz tezdan yaxshiroq o'ydan birin teping. Qag'a ishlag'im. Ay yo'q, sizni ovarqig'im yo'q. Uning ustiga men bu yerga ko'nibmi qoldim. Lala. Hamma mas'ul etmadi. Hamda bo'g'liq bo'p bo'ldi. Siz yaxshi kutilmasangiz bo'lmaydi. Ana bo'yi kelsak, bo'yning sharoiti sizni kutilishingizga mos kelmaydi. Bu kadar 20 ming pul bor. Balkim uyga chiqib qolsangiz, bayam pul yetmasligi mumkin. Ben şurada. Olmayman. Siz bu pulni olmasangiz, ben sizni xotirjam bo'lamayman. Kana keyin maxfiy nomer bor. Yana bir ish. Operatsiyani yaxshi doktorxonada qilaman. Operatsiya tutgandan keyin yaxshi dam oling, yaxshi orom oling, yaxshi kuting. Emsa men qaytay. Xo'sh. Recep, apamızdan davalanish vaqti to'shib qapti. Bugundan qarshi operatsiya qilolmaymiz deydi. Pulni vaqtida o'rinlashtiringlar, ha? Bo'ldi. Ma'qul xo'sh. Qarang jinim, yaqinda bu ham yaxshi ishlar menga oldi-keyin kelib ketib bordi danga. Qaysi kun bir maktabga azroq pul kerak bo'pti-ku. 30 ming ayani qilib qo'yibdiman. Bugun mana apamızning davalanish puli yetishmabdi dedi operatsiyaga. Buningga azroq pul urvatdik. Ish qilib, mujundoq qilib ishlarimiz yaxshi bo'lib ketib bordi. Siz pek yaxshi jumon ekan. Biroq nima biroq? Boshqalarning ishiga ko'ngil bilgandek, bizning ishimizga ko'ngil bilib qo'ysangiz bo'ladi. Jinam, bizning ishimiz mening 24 soat yodimda. Har kuni o'ylab o'tirman. Hamda lekin bu boshqalarning ishi degan joniga taqishadigan ish qarang. Vaqtida yordam qilmasak, ertaga vaqt o'tib ketsa, pushaymon qilgan o'rni yo'q-da. Shundami emas? O'g'ri to'g'ri, lekin opamlarning oldiga bir salomga bo'lsin kirib qo'ysangiz, cho'nglar xotirjam bo'lib ketsa deb o'ylagandim. Ko'nglimda bor. Mening tayyorligim mushinchilikla qoldi. Men bir kanatga yo'l yasab berma deb va'da qilib qo'yibganman jinim. Shu yo'lning ish pitsila siz oldiga bormang deganga unimay cho'nglarning oldiga cho'qim salomim borman. Ishqib sizning qilgan yaxshi ishlaringizdan cho'qim bir ajrni ko'rsiz. Bundaqcha qarang, yaxshi ish deganning ajrini ko'rma deb emas, yurakdan qilamiz, yurakdan. Yürekten kıl gelse ha? Aldamcı kızıl göz. Sen nämini izlep yürsen? Aslı hayat kızlar bile kahve içip oturup ketendigi de paranlışı. Vay sen kim o? Kim gap atsa hazır? Ay, Tanımatam sen? Anlaptı, ben çırayın kuyup kül kesmez, sen tanımalarla uqtun mu? Mam, yerda biz cho'ng ish to'g'rilab paranglashayotimiz, turmush ish to'g'rilab. Kim gap atganini bilyaptamsan hazır? To'la meni oldimda xushalik qilmay qara. Taksini rasmiyatida bejirib berma deb bekatga pulimni qaytdi. Bo'lmaydigan bo'lsa, men xalq olamni oldida jinini tikmaysan shunda qo'ya. ay, nabi bu nim deydi? Nabi? To'xtang qizcha. Qizcha siz mening sherkimi yo damoq tushmoqchi bo'lgan qizmi? Sizga shunda qo'yay, mening ismi Nabi emas, buning ismi Sadir.
Boş talay kişilerden aşu o işiniz hal qipirme, bu işiniz hal qipirme deb pulni aldab edib, tüküvetke sadirga qo'ymishmiz shu. Gaping tugidimi? Mening ismimning Nabi yoki Sodirlikni bu qizlar emas. Men kimligini ko'zingni tiqib etmayman. Men yerdagi hamma odam, qara. Amalardan so'rab baqing. Qo'ymichi. Mulozimdan yangi zakaz tushdi. Vaqtida bir taraf qiling. Voy, Nigar, qandaroq ahvolingiz? Mening kichik shoirim. Qaz shamollar sizni ishxonamga uchirtib kelgandi. Qani o'tiring. Yaxshimi Qayim tog'a, obdan turgansiz? Tog'a? Voy, men tog'a deyapsiz-ku. Ikkimiz do'stusak. Ha? Bak qiziqchi jumasiz. Sizning yashingiz bilan dadamda biroq kichik bo'lsa ham farqlanmayotgansizlar. Shuni tog'a deb chaqirdim. Man qarang, siz kishilarning chiroyiga qarab yeshiq babaman. Qani, choy iching. Bu xotinning issiqlikchi. İlhamingizni unutmang. Rahmat. Amsi sizni uyimda chaqirsam bo'ladi. Tog'a desam bo'lmamda? Siz kishilarning psixik yeshiga qarab baho berishingiz kerak. Men davomli ularga yeshimni tekshirib turman. Mening necha yosh chiqqanimni bilamsiz? 24 yosh. 24 yosh kirgan bir yigitni tog'a desangiz, bu toza qamlashmagan-ku deyman. Sen topdu Qayimka. Bugün sizni avvar qilib izlab kelishimdek maqsadim mening she'rlar to'plamimning ishi qanday bo'lgandi? Nashrdan chiqamdigandi, chiqmamdigandi. Agar chiqmaydigan ish bo'lsa, to'xtab qolay degandim. Ey öpkisi yo'q. Aldırango. Nimaga aldiraysiz? İşlar degan asta bo'ladi. Mana siz bilan tanishdim. Buni taqdir deymiz. Siz meni burunli izlashingiz kerakdi. Ilmo kechikmidingiz. To'plamingiz chiqdi. Mening birli eg'iz gapim. Qag'ina sizga bog'liq Nigarim. Qayimka, men bir shoir. Men o'zimni faqat ash yozgan she'rlarimda ifodalayman. Onun ustiga nashrga ketadigan naqning hammasini sizga berib bo'lgan. Bu ishim xeyli uzun vaqt bo'ldi. Shunga buni aniq qilsak bo'ladi. Pulni gapini chiqamayli. Pulni gapini chiqarsaqlar ikkimizning hissiyotiga ta'sir etadi. Uning ustiga bizga o'xshash madaniyat safarida yurayotganlarga pulni gapini chiqarsak taz yaxshi bo'lmay qolamdiki. Biroq Qayimka, biroq demang, puroq dang. Muhabbatdan, ishqidan puroqini ras. Sizning bir she'ringizni men yaxshi ko'rib qilib, xotirlab olgandim. Shuni o'qib beray, ha? Məyus şamdak yelincap, söygü üçün yığlayman. Yağmur kabi taramlap, cenim seni oylayman. Ah, bu bir şiir o. Bu şiirde sizden muhabbetke ne kadar intildiğinizni his qilib qoldim. Qayimka, she'rimni yoqtirganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Mening bu yerga kelishdik maqsadim bo'lsa, mening she'r to'plamim zodi nashriyatdan qachon chiqadi shuni bilish. Agar faqat chiqmay qolsa, pulimni qaytarib olishdi aka. Kichiklik qilyapsiz, Nigaram. Kitobingizni chiqdi dedim, cho'qim chiqdi. Qolgan ishlar o'zingizga bog'liq. Qayimka, men sizga bir qatam deb qo'yay. Men o'zimni faqat ash yozgan she'rlarimning misrasiz ifodalay olaman. Mening boshqa usul o'zimni ifodalash qo'limdan hargiz kelmaydi. Shu yana deydiganim, agar mening she'rim nashriyatdan faqat chiqmay qolsa, pulimni qaytarib bergan bo'lsangiz, bu ish mishadil tugasin. Tugaydigan ish yo'q, Nigaram.
bu işler emdi başlandı. Tahir qilin, sabr qiling. Sabr qilsangiz sövet suv to'xtaydi. Bo'ldi. Men qaytay. Ey yavaat. Ben aman seni bir gün köndürmem. Oy. Apa. Oy, nем болдың балам? Тек hiç uxlamapsan go. Bir aram болып qalatamsa? Ya apa, Bugün qahva içken apa şunun təsirindən ki, toz uyqum gəlməyəyotudu. Qahvanın təsirindən uxlayamısan, o kiçik iş. Əgər dəttələrin təsirindən uxlayamısan, o çoğ işçi mi? Çataq çıxıdı. Hey balam. Nəbi ma öyge kilenmemdik ha? Soğuk salam ekemmisi mi? Ha? Tamak yiyemisi mi? Muş öyünün bu soğusun bir atlap koysa bulmam da. Qaran canım apa, mən bugün şu Nəbi ilə görüşüb gəldim. O nimişlərlə aldıraşkən biləmsiz. Məktəb silitibdi, bir qeyri mumayının kesilini davalayıbdi. Muşta işlər bilə aldıraşkən kelimən dedi apa. Deginin o doğra. Demişim undaq pulu var, yüzü var, iqtidarı var, balalarının özgü güçlük, dədi oludu. Şunu tam tatmısaq bulmaydı da. Köyoğlum nemiş qıldı desi var o. Menin köyoğlum degenim çoğun ticaretçi, çoğun sahavetçi dep maqtış qırarsız menkin. Heliqidek çaqası eti yok, sepi yok. Ma adamın atrafında kündü pütlüşüp jüreydiğen andaq yalan töşlerge razı emesçi mi? Bu jigitni çın tutamsa ha? Xatırcam buna apa. Hazır şunu da yaxşı ötüvatdımız go. İş qılıp bax o. Hazır sizlərinin münasibətinlərini, dost düşməninin həmmisi bilib getdi. Hatta ma işitki iş bakarmıçı, ma asıstki muzcuray hoşlanmıçı, mini kösü var o, bek boy dep gitadigan bop kaldı. Şununla balam, bu işten çataq çıqsı bulmaydı cümü, çoqqum çın tuta. Maqul apa, xatırcam buna. Maqul emsi balam, ben çıqıb ketdim, yaxşı uxlayıcı mı? Maqul apa, maqul. Vay Nəbi. Oy. Oycan sizge bir iş olmağandı. Yo'q, manga hiç yok. Ma kallamda ötme atqına. Bu adam yaxşılıqni qancha köp oylagan sira, onun düşmanlıqlar nimanda köpüyüp ketdi deyman. Bugungi ma goy meni tigidan tonuydi. Menden kichikini pul ündürüş üçün qarama vasıtalama atqına. İş qilib, siz yaxşı olsanızdan bo'ldi. Shunda ansirattınız cuma meni. Bunun ikinci qaran sırtlağa chiqsangiz, yaxshiroq diqqat qilsangiz bo'g'idaksiz. Bo'ldi. Keşop qaldi. Siz mo charchab qaldingiz, balduroq aram eling. Uning ustiga men ata bir cho'ng faoliyatga riyosatchilik qilmoqchiman. Menma dam olay, ha? Ma'qul amsa, sizga ish bo'lmaganki men xotirjam bo'ldim. Ma'qul amsa, xo'sh, ha? Ma'qul, xo'sh. Ha, kızım, oy. Oy, rahmat kızım. Ha, qani. Elonla. Apsiya? Ha, qani elonla. Elonla kızım. O'xshabdi. Sizlar yaqindan beri yomon jafo tortib ketdinglar, xotin. Buncha sizlarga ko'ngil so'g'itibdi bir tutay. Elonlar xotin, ha. Qanday dedim qizim, ha? Elonlar. Ola apa. Qo'ymuş yaqindan buyon
Acep bana köngül bilip gitipsiz ya. Men özel dedim ko'ngil bo'limi? O'zinglarcha his qilmay keldinglar xolos. Ha, sizning bu rezil maqsadingizni men bilmaydi deb qolmang, ha? Siz bana ziyonkashlik qilmoqchimi? Ha? Voy bu nima deganing endi? Mening qinimda may ortib ketganligini bilib turib, men mayliq go'shtni berib, meni burroq o'lsin demoqchimi? Hey, men sana zahar vermedim. Göş verdim, göş. Kızıkken sana